Listeningning keyingi darajaga olib chiqish uchun yagona sizga kerakli video, ayniqsa oxirgi maslahat aniq 7-8 ga olib chiqishga ancha sizga yordam beradi. Birinchi maslahat bu skript, ya'ni so'zma-so'z listeningda eshitgan narsangizni yozish. Farqi yo'q, bu Cambridge bo'lishi mumkin, podkast bo'lishi mumkin, bironta filmni qaysidir qismi bo'lishi mumkin. So'zma-so'z yozib chiqing. Iloji boricha haqiqiy listening materiallarini ishlab, ya'ni Cambridge kitoblarini so'zma-so'z yozib chiqing. Qaysi so'z qachon kelishini va qanday yozilishini ham keyinchalik bilib olasiz. Ikkinchi maslahatim podkast eshitish. O'zim podkast eshitish juda ham katta fanat emasman. Studentlarimga ham buni maslahat bermayman, lekin qiziqishni saqlab o'tirish uchun yoki bo'sh vaqtingizda nimadir foydali eshitish uchun eng zo'risi bu podkast. Ingliz tilida xohlasangizlar Andrew Huberman, xohlasangizlar BBC English, xohlasangizlar Joe Roganni eshitib, har kuni o'zida o'sha habitni yarating, ya'ni odatni yarating. Uchinchisi bu practice. Men oddiy praktika haqida gapirmayman. Men haqiqiy Cambridge, Official Cambridge Guide va Trainer 2 kitoblarni practice qilish haqida gapiryapman. Men shu kitoblarni faqat practice qiling yoki bular ofitsial, rasmiy kitoblar. Mana shuni ko'proq practice qiling, haqiqiy IELTS listening formatiga o'rganib olasiz. To'rtinchisi, eng muhimi, eng keraklisi, eng samaralisi bu tahlil qilish. Har bitta listening qilganingizdan keyin har bitta xato ustida ishlang. Nima uchun qildingiz? Qanday xatoni qildingiz? Xohlasangiz o'sha qismini skript ham qilib chiqishingiz mumkin, ya'ni xato qilgan joyingizni va yanada yaxshiroq tushunib olasiz. Kerakli joyda tarjima ham qiling. Yanada foydali videolar uchun sahifamga obuna bo'lish esdan chiqmasin.